amaliyot qilinadi. Mana skriningda biz ko'proq nuqsonlarni o'tkazib yubormasligimiz kerak. Endi nuqsonlar bir dunyo. Masalan, Masalan, yurak nuqsonlari bor, Down irsiy kasalliklarni o'tkazib yubormasligimiz kerak. Ko'pdir, rosa ko'p. Nuqson bilan tug'iladi bola. Uni vaqtida aniqlab, biz o'shanga ota-onaga masalan tushuntirishimiz kerak. Buni xavfli, tug'ilgandan keyin nima bo'ladi, masalanda tushuntirishimiz kerak. Endi har xil kasalliklar bor. Down kasalligi bor, irsiy. Yurak nuqsonlari bor, u bilan ko'proq bolalar har xil yurak nuqsonlari bor. Tug'ilgandan keyin bir sutkada operatsiya qilsa yashab ketadigan bolalar bor. Yoki umuman tug'ilgandan keyin nobud bo'ladigan yurak nuqsonlari ham bor. Ularni aniqlash kerak. Nuqsonlar, masalan, irsiy Down deyapman, boshqa deyapman. Ular genetikadan o'tadi. Mana bu yuragi u deyapmiz, u homiladorlikda masalan ona kamqon bo'lishi mumkin yoki ko'proq yoshi kattalarda, mana 40 yoshdan o'tganlarda sog'lom otadan ham anaqa tug'ilishi mumkin-ku. bo'ladi. Sog'lom-a bular. Bularni mana 7 pushtingni surishtir deydi-ku. 7 avlodini surishtir degani bekorga emas-da. Bo'lishi mumkin kuyovni amakisi, bo'lishi mumkin ammasi, bo'lishi mumkin opoqi, buvlari. Tushundingizmi? Genetik. Down deganim, boshqa deganim. Skrining, mana ikkita skrining bor, uchta skrining bor. Birinchi skriningda o'sha ko'proq bolani genetik kasalliklar, mana Downlarni o'shanda o'tkazib yuborishimiz mumkin. Hammasini sroki bor. Yurak nuqsonlarini ikkinchi skriningda aniqlanadi. Chunki unda yurak rivojlanadi, o'shanda nuqsonlarini unda ajratib ola olasiz. Agar o'sha muddatidan 2 hafta o'tib ketgandan keyin ham bo'ldi, u nuqson o'tib ketadi o'zi. Katta sroklarda ko'rinmaydi. Bir-biriga shunaqa hammasini muddati bor, nuqsonlarni aniqlash. Katta srokda ko'rinmaydi bu. Yo'q, hammasini muddati bor. Ikkinchi skriningda yurak nuqsonlarini topib olamiz. Birinchi skriningda ana o'sha bo'yni qalin bo'ladi deymiz, Downlarni. Endi ko'p anaqasiga ichiga kirib ketsangiz, asosan shuda. Birinchi skriningda o'zi 12 hafta, 13 haftalik hali yuragi o'zi faqat ko'rib bilan ko'ramiz faqat biz. Ikkinchi trimestrda uni kasalligi kelib chiqadi. Oldin yuragi shakllansin, boshqa bo'lsin, keyin kasalliklar kelib chiqadi. Nuqsonlar. O'sha nuqsonlar bo'lmasdan oldini olsa bo'ladimi yo'qmi? Qanday oldini olish uchun nima qilish kerak? Ona sog'lom bo'lishi kerak, kamqonlik bo'lmasligi kerak. Shu. Endi oldini olishingiz uchun shunaqa homiladorlik yaxshi o'tish kerak, shamollamasligi kerak birinchi o'rinda. Gripp bo'lmasligi kerak, shunaqa. Qanaqa ta'sir? O'sha yurak nuqsonlari kelib chiqadi unda ham. Har xil. Boshida masalan kistalar bo'lishi mumkin. Pochkasida kistalar bo'lishi mumkin. Shamollash oqibatida bular hammasi. Vaqtida davolamaslik. Vaqtida davolasa shunaqa narsalar kelib chiqmaydi, katta ehtimol bilan shunaqa. Bu Gano Ekster klinikasi bilan boshqa klinikalar bilan nima farqi bor? Farqi bizniki anaqada. Mana eshitgan bo'lsangiz kerak, Ganoderma deyishyapti-ku, anaqalarni lazzat qarimlari bilan ko'p nimada bo'ldi shekilli. Keyin bizning klinikamizda mana Shodiyor aka borlar, Mavlud opa borlar. Asosan shular bilan anaqa ishlaydiganlar. Bularga patsientlar keladi. Butun O'zbekiston va boshqa Qozoqdan ham kelishyapti, Qirg'izdan ham kelishyapti. Bu badmas deydi-da, o'sha. Lekin haqiqatan ham effekti zo'r chiqishyapti, kirishyapti. Siz murojaatingiz? Men aytardimki, vaqtida ko'pchilik bor beparvo. Bilaman, ko'pchilik ayollarni ham bilaman. Lekin rosa o'zini sevib, vaqtida haftasiga kelsangiz keladigan ayollar ham rosa ko'p. Lekin bu hafta ishim chiqib qoldi, qaynonam chiqarmadi, boshqa deydiganlar ham ko'p uchraydi. Meni murojaatim nima? Vaqtida o'sha vrach nazoratida bo'lish, ginekolog nazoratida bo'lish, keyin o'sha skrininglardan vaqtida o'tish kerak. Shularni yaxshi anaqa qilsa, masalan biz birorta patologiyani aniqlaydigan bo'lsak, ginekolog bilan dinamikada kuzatamiz, lecheniya qiladi anaqa ginekolog. Shunaqa qilib davolasa bo'ladi. Masalan, boshidagi kistachalarni agar o'shalarni vaqtida aniqlab lecheniya qilmasa, u keyingaveradi.
ginekolog nazoratida, ginekologni назначенияsi bilan ular o'zi kichrayib, kistachalar so'riladi. Bunaqa holat rosa ko'p bo'lgan. E'tiborli bo'lsa bo'ldi homiladorlikda o'zlariga. Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugungi mavzuyimiz homiladorlikdagi skrining va Doppler tekshiruvlari to'g'risida. Skrining va Doppler tekshiruvlarini bir-birini o'rnida qo'llab bo'lmaydi. Skrining tekshiruvi bu homiladorlikdagi o'zgarishlarni, nuqsonlarni aniqlab bersa bizga, Doppler tekshiruvi esa asosan homilani qon aylanishini tekshiramiz. 3-trimestrda skrining va Doppler tekshiruvi 28 haftalikdan boshlab birgalikda qilinadi. Hurmatli ayollar, sizlar ham sog'ligingizga e'tiborli bo'ling. Biz shu opisaniyada telefon raqamlarimizni qoldiramiz.